Faqat bir marta tushuntiraman, qaranglar. Xullas, Gameloopga Telegram или EX File Manager tortasizlar, voynimcha xira. Telegramga kirasizlar, emulyator uchun cheat qarni o'rnatilishi. Mani kanalimga kirasizlar, любой papkani ustiga shundoq bosasizlar. Voy, qatyapti. Xullas, qaysi nima kerak bo'lsa, shundoq bosasizlar. EX File Managerda ochiladi. Только сейчас и всегда umuman farqi yo'q. Xohlaganinglarda ocha olasizlar. Xo'p, короче, ochilgandan keyin открыть yozasizlar. Reklama chiqsa X beringlar. Mana uni ichiga kirganlardan keyin files chiqadi. Files degani faylga tashlanadi. Kopировать yozasizlar. Mana bu bibliotekani oldida X bor. Mana uni ustiga yozasizlar. Android data public.torta topasizlar. Files shu yerga shundoq выставить bitta yozasizlar. Птичкani yoqib перезаписать yozasizlar. Всё, bo'ldi, keyin hak ishlaydi sizlarda. Shundoq publicga kira olasizlar. Всё, вот. Уже shundoq kirsanglar cheat ishlaydi. Masalan, mana bu yerda любой bitta kiyimni kiyasizlar. Mana uni qaranglar, ultimate nima deyapti? Bля, pizda. Mana bu yerda maskalarga ham bor. Kiyilmayapti. Mana ultimate bor u. Xullas, shu yerda ashincha skin haklar tashlab qo'yildi. Yepat, mana bu turishga necha? Mana bu yerda Inferno. Или bu yerdan normalniy soch. Kerak emas ekan. Xullas, Inferno qo'yasizlar. Mana bu yerdan bitta ochki qo'yamiz. Germaniya. Turishda ahvolida. Cheat xullas ishladi. O'zimga qoyil.